Qaranglar, mana suv tushirib qo'yganlar, svet tushirib qo'yganlar. Mana yerda tayyor molxonasi bor. 10 ta molga bemalol zimli letniy qilsangiz bo'ladi, demoxotlar qo'yib, plus 20 tacha qo'y boqsangiz bo'ladi. O burjayda tovuq boqani katta-katta ham qilib beribdilar. Общий 16 sotik, 1 sotigini 3,5 mingdan baraka qilib yuboraman deyaptilar. Mahallani oldi 45 metr, mana bitta ko'rsatsiz ham bo'laveradi. Bu tomoniga 37 metr. Xolasa 10 sotik olsin, xolasa bo'lib olsin deyaptilar. Pastki raqamlar barakaga. Tayyor molxona qilaman yoki uy qilaman, 2 kishi 3 kishi kelib mashinaga kelib yashaymiz, mahallasi zo'r ekan deydiganlarga pastki raqamlarga 1 sotigini 3,5 mingdan yer topganmiz. Lokatsiyamiz Zarkentda sentriga 500 metr Sondoqchi mahallada turibmiz. Batlar bilasizlar, o'tgan yili 3 ming sotilgan ekan. Mevali daraxtlarni ham ekib qo'yilibdi. Menimcha salqin bo'lsa kerak, suv ham kiradi. Tashqarida ariq bor edi, sug'argani. Telefon qilsalar baraka qilib yuboramiz. Tayyor mana shunaqa joy chiqarsa davom etamiz. Sizlarga sog' bo'linglar.